tadbirkorlik subyektlariga qulaylik yaratish maqsadi. Ya'ni bu bitta platforma orqali kassa apparat qo'ymaysiz, terminal qo'ymaysiz, bankda hisob raqam ochmaysiz. Mana shu yerda demak qilgan обороtingizdan hisobot topshirish majburiyati yo'q. Hurmatli tadbirkor, siz bugun davlat ro'yxatidan o'tkazildingiz, aka tadbirkor sifatida faoliyatingizga guvohnoma berildi. Hurmatli tadbirkor, sizni Paynet Xolis ilovasini registratsiya qildingiz. Paynet Xolis orqali bemalol savdo qilishingiz mumkin. Rahmat. Mana bugun biz Xolis ilovasidan yakka tartibdagi tadbirkor ro'yxatidan o'tdik. Soliqchilar tushuntirdi, bunday qulayliklar ko'p ekan. Endi o'sha ilovani o'zidan ochdik, yuguruklar yo'q. Shundan bemalol foydalansak bo'ladi. Soliq ham 1% ekan. Qonun chiqargan prezidentimizga rahmat. Bizga shuncha yengillik yaratib berdilar.